Gentraga qo'ydirganimda yo'lda tekshirmaganmiz. Ular ham meni tekshirib bermaganmi, e'tibor bermaganmiz. Hid chiqib qoldi. Hali uyga borib nima qilsam, dadam telefon qildi. Metan hid chiqqanligi hamma narsasini tekshirib oldi, yonimda edilar-da. Ay, xavotir olmayman, hammasini tekshirib olaman deb qo'ydim. Soyuz odamlar-da endi. Orqa sal cho'kib qoldi. Uni nimadir qildiramanmi ko'tarish uchun yo turaversizmi shunda? Ha, ko'tarib olsangiz ham bo'ladi. Ha, ko'tarib olsam. Lekin benzindan unaqa katta farq qilmayapti. Razgoni. Endi boshlanishi shunaqami yo? Dal hozir ko'proq qiynab ko'ramiz. Aha, xudoimiz. Menga 170 ga chiqmasa hisobimdan ishonmayman. Ha, yo'l bo'lsa, Ha, hozircha yuringlar aytaman. Menga to'liq nagruzkada aybi ham kerak, qanaqa muammo bilan bo'ladi, rezultati ham kerak. ha, Muammosi bo'lsa ko'rishim ham kerak. chiqarmigan 170 ga. Men chiqardim kuni. Ha, asfalt. To'xtab yuraylik, hali hech bo'lmasa tapolik 0 dan 100 gacha ko'raylikchi. Ha, Osonrog'i. bo'ldi, tushundim. O'shanda Stok holatda muammo qilsa- deysizmi? Yo'q, muammo qilsa o'shanda ham qilishi mumkin o'zi. Bitta to'xtab olibmi? Ha. Bo'ladi. Ishdan bossa bo'lar ekan. Sal yurib olsam, orqada ham damasi o'tkazib oling. Polni bosaveraymi? Dapolik. Gazdan oyog'ingizni oling. Qaytaravering. Chiqmadi endi. 140 dan yo'q o'tmadi menimcha. Yo'q. Nima deydi? Haligidan yaxshi. Bosgan navbatda bu. Bu yo'lga o'zi kelish aytdim-ku, faqat ishonch bilan. Bo'ldi, rashta qo'yiladi. Bo'ldi. Faqat qo'qon. Qarasam, o'sha yangi narsa, qara sifatli, to'xtatdim. Ishlatib ko'raychidim, haqiqatda zo'r. Men xohlagan narsa bor. Benzinda kelayotganimda baribir skor alishadi-yu, deydi ham. Sal o'ylab ko'payt qoldim. Bunda sal ko'payt qilmayapti lekin. Ham o'tyapti-yu skordan. Bitta to'xtab, 0 dan bosib ko'rsangiz bo'lar ekan-a? Bo'ladi, ko'raman hozir. Men ham bu bronzordagi yerlarga shuni tez qilib boramanki, hali ertaga kelish ibodatchi kamroq. Shumoraganchilik. Dapoliga. Ha, dapoli. Oyog'im tiyib turibdi, oxiri tushib.
foiz. Ishlamas qo'yamiz. Mana bunday qilamiz. Yuravering okey. Boshqaring? Ha, bo'ldi. Ha, gazlasiz. Nimada turibdi? Polda turibdi. Bo'ldi, qaytarib saqlandi. Qani, atelasiz emas, ajratalasizmi? Yo'q, so'rasang. To'xta. Men aytmayman, siz topib ko'rasiz. Ya sal ketyapsan, men razgon olsam yetib olaman o'zingizga. O, naryoqda bir 200 metr, 300 metr nima qilsam. Yuraveringmi? Ha, yuravering siz. Benzin. Ha. Topdimmi? Topdingiz. Ha. Chunki sal to'pet qiladi. Hozir to'xtayman. Yetmaydi yana. Ha. Orqada mashina yo'q. Siz yetmaydi. Xolis bor-da. Da, xolis bor. Benzin. To'g'rimi? To'pet qo'yadi-da hali ham. Chunki o'sha ovozini, motor ovozini eshitganimda to'pet qo'yadi. Sal ketsin to'xtayman. Yurib olaylik aka hozir. Sizlarga ochiq, qiziq. Yo'q, yashil. Ketdik. Benzin hali? Yo'q, metan. To'g'rimi? Adashdimmi? Oxirida aytamiz. Bo'ldi. Videoda qo'yib yuborsangiz ham roziman. Yo'q, lekin metan. Metan. Yana to'xtaymi? Benzin. Stop. Quruq olayım. Qaytamizmi? Yo'q, o'yga ketaveramiz. Yo'l bor, bosib ketamiz. Ketdingmi? Benzin. O'zlari ishxonam o'zida qolishdi. Men o'zim aylanib keldim. Men yonimda o'tirib yurgan ekan, bitta qarab beraman. Yonimda degan narsalar bo'lmadi, yonimda yurishmadi. Endi bu rag'batlantirish uchun yo maqtash uchun aytilayotgan gap emasda. Bu o'sha vaqtda bo'lgan situatsiyada bo'lgan bor gap. Hozir bu yoqqa yetilyapti sizga, ya'ni. Chunki har bitta videoingizni ham ko'ryapman-da. Endi keyin so'rasizlarmi bu joyini? Hammasida iloji boricha chiqib oxirigacha qilib berilyapti-da aka. Bo'ldi, ishing bitdi, ketding. Bunaqa narsa yo'qda. Kelib tepasida turib aka, mana bu narsani bu qopda deb qaytib kelmaydigan narsa bor-da. Xohlasangiz kesib yuboringlar bu joyini. Anaqan kak nima qilib qo'yapti o'rtada. Kak o'rtada bo'ladi-yu, pul bergan, yo ishini yaxshi qilib bergani uchun gapiryapti deydi-yu. Bunaqa narsalar bo'ladi-da, chunki bizani turibsizmi, o'chirmaymi? Xo'p, bu onagimiz ham mana yurib keldik. Ko'rdalaring qanaqa yurishlari. Mana hozir nima deydi, klient o'zlari ham adashib tashashdi. Даже gaz, benzin işte farqi yo'q. Nima demoqchiman? Agar mabodo shunaqa metan qo'ymoqchi bo'lsalar, misol uchun bemalol o'ylanmasdan qo'ysalar ham bo'ladi. Tortishidan bo'lib qoladi. Nimadir motorga ziyon yetadi, unaqa narsalar xudo xolasa yo'q. Mana shu komplektatsiya hozirgi kunda o'sha eng bu mashinalar uchun idealni tushib turgan komplekt. Idealni ham men nima uchun har doim idealni deyman. Endi o'zi hayotda o'zi hamma xohlagan ideal narsa bo'lmasligi mumkin, lekin bu komplekt hozirgi kunda eng idealnigi. Nimaga? Xohlagan tezlik ko'taradi, xohlagan оборотda, xohlagan nagruzkada talchoq u bu narsa yo'q. Xudo xolasa rasxodlari ham yaxshi. Akamdan iltimos qilamiz, bu video qo'yishganda kommentariyaga nimani yozib ketishadi. Men Toshkent shahar ichida yurishar ekan, o'zlari mana shu dalniy yo'lda ham qanaqa probeg bo'ladi, yozib qo'yishadi, sizlarga qiziqroq bo'ladi. Shu komplekt turishimiz AIB reduktor, AI+ injektor.
MP48 bu OBD ko'p joyda mana shu bez OBD'si ham bo'ladi. Buni OBD'ligiga e'tibor berasizlar. Keyin panda o'sha har doimgidek zajiganini rani qilib berib turish uchun 90 litrli bo'lgan, uni ko'rsatib o'tirmayman. 75 yoki kattaroq, kichkina, eng kattasi shu 75, eng kichkinasi shu 65 dan boshlab 75 yoki 80, 90 litrli ballon qo'ysa bo'ladi. Akamni yana bitta atziflarni eshitamiz. Endi chalkashtirib tashashdi, lekin xudo xolasa baribir nima bo'lganda ham yaxshilikka yurishi chunki zo'r. Hop, mana akam o'zlari birga mana yurdik. Videoda ham ko'rdilar, shu aytganimdek kasha hamma yo'q. Yo unisi, yo bunisi adashtirib tashashdi. Targ'ib metta xohlasalar, propan xohlasalar metan, ko'p mana masalan propan qo'ymoqchi bo'ldingizmi bunga? Propan moliyaviydan qiynaydi chunki. Yonasini hamsin, hozir arzon-ku. Toshkentda qimmat-a? Toshkentda 6000 bor, 5000dan 5000dan 6000 gacha. Ha, 5-6 minggacha. Bizda endi 5000, 4800 bo'ldi bizda. Ha. Endi haligi ikkilanib yurganlarga misol nima deysiz, qo'ysa bo'ladimi? Hali ko'pchilik hozirgacha ikkilanyapmiz. Shuncha video chiqaryapmiz. Hozirgacha yozishadi, qo'ysa bo'ladimi deb. Metan ma'qulroq, chunki ko'proq yuraman. Ha, kamroq yuradigan, ishdan uyga yo bu joylarga boradigan, viloyatlar aylanmaydiganlar propan ko'proq. 90% propan. O'zi hali rekomendatsiya ham berganmiz-ku, agar o'zlaringizning городской rejim bo'lsa-da. Chunki men misol uchun kimgadir buni qo'ying desam, hozir metan qo'ydik-a. Zo'r yuribsiz, muammo yo'q, lekin qish keldi, yopilsa keyin kelib menga pretenziya qilishi mumkin. Siz o'shanda aytmagan. O'shaning uchun men har doim klient o'ziga qolgizaman-da qarorni. Tushuntirib beraman, qarorni o'zi qilishi kerak. Faqat bizning vazifamiz shu tanlaganni yaxshi qo'yib berish xolos-da. O'shaning uchun hozir mana ko'pchilik metan qo'yishni xohlaydi. Va bizda aslida misol xalqimiz menimcha bir 60% menimcha metanda yuradi. Da, menimcha 80% ham deydi. Boringki, misol uchun bizda hamma metan qisqasi, lekin mana boshida ikkilanishyapti. Deylik, propan qo'ysalar yaxshi, lekin metan qo'ysalar ham mana akam o'zlarida ham bo'ldi. Baribir ikkilanib so'rashdi. O'shaning uchun ba'zan yana qayta so'rab qo'yapman. Hali shu holat sizlarda ham bo'ladi, metan qo'ymoqchi bo'lganlarda ikkilanish bo'ladi. Mana ikkilanishlarga mana javob. O'zlari ham aytayapman, benzin, gaz hammasi mana shunaqa qilishadi. Gazdaligida benzin, benzindaligida gaz. Qisqa xudo xolasa farqi yo'q. Atak tavsiya qilasiz. Albatta, aka. Biroy shuning uchun tayyorgarlik metanga yozib turib, Alloh yetkazdi, kelib, xudo xolasa. Ha, cherry ham olmoqchi bo'ldingiz-a, bira? Cherry ham aytdim-ku, cherry ham. Yo'q, aka. Ya, ata unda ham muammo bo'lmasdi, xudo xolasa. Cherry Onyx deb yozdim. Bunda metan, absolutni metan. Buni darabotkasi yetdi oxiriga, cherryniki chicha qolgan, lekin unda ham xuddi shunaqa qilib beramiz. Agar nobog'da cherry olmoqchi bo'lib metan qo'ysalar ham. Ha, tip motor shunaqa, baribir sistema, turbina, MPI, faqat sal boshqacharoq yondashiladi, lekin xudo xolasa muammo yo'q. Akam o'zlari mana yog' tarqatishlarga, mana boshqa texnikani ancha bo'lsa ham tushunasiz. O'zi bular qanaqa yoq quyapsizlar? Bizda o'zi tavsiya qilamiz 0.20. Hozir olganimda 5.30 ekan. O'zi ichida. Ha, o'zi. Ko'pchilik yog' haqida so'rayapti, bitta video qilib yubormoqchi edim, uni отдельно qilaman. O'zingiz mana yog'chisiz, to'g'rimi aka? Yog' tarqatasiz. Toshkent viloyatining agentiman. Agentsizda. Shu video halini ham bir kishi menga yozdi-da, nimaga qanaqa yog' quyaylik deb. Hozir normal yog'lar qaysi bularga? Masalan, men aytib o'zim quyib berganlar bor. Brend deganda aytsak bo'ladi. O'zimiz endi o'zigina aytasiz. 0.20 quvozlarni qo'yaman men. Lekin o'sha nima turbina hisobiga palov endi mayli qanaqa marka bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, yog' tanlov hammada har xil. Hamma o'zi tanlaydi. Lekin 0.20, to'g'rimi? Mana muxlislarga masalan mana ular o'zlari ham sotishadi. Hamma o'zini brendini qo'yadi. Moyini. Ha. Uering bo'lgan narsangizni sotasiz-da, to'g'ri. Wolfimiz ham bor, Belgiyaniki. Uni ham 0.20 zo'r. Qisqasi 5.30 Wolf qo'yamiz. Ko'pchilik 5.30 quyib yurganlar 0.20 dan keyin mashina yengilladi deyapti-da. Shunaqa rasxod kamayadi. Ha, o'shanga nobog'da shunaqa Tracker Onyxlar ham bo'lsa, bilmayman. Endi qani buni farqlab ko'ring-chi. Endi yurib sinab ko'ramiz. O'zingiz ham. Keyin kommentariyaga yozib qo'ying. Nobog'da 5.30 qo'ysalar yaxshi ekan, ko'pchilik kuzatyapti, yozishyapti. Bu haqda ma'lumot yo'q-da ko'pchilikda. Boryapti, misol har xil joyda, rayon joylardagilar ham kuzatishadi. Demoqchiman, faqat videoda vala emas, ma'lumot ham beraylikki, odamlar ko'rib, o'shandan manfaat olsin. To'g'ri bor. Yo'qda kerak bo'lsa mana bilib ketishyapti-da, masalan. Ikkilanishlarga javoblar bo'lsin, haligi. O'shaning uchun harakat. Qisqasi, Alixon akamdan ham mana aziflarni oldik. Yo'qda ham mana jicha bo'lsa ham ma'lumot berdik. Uni alohida men yo'qda bir kun video qilib beraman sizlarga. Bir kishiga iltimos qildim, xo'p deyishgan. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Metan, propan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, shotga qilib qo'yib beramiz. Mana akamga ham rahmat, sizga ham sog' bo'linglar.